Navbatdagi yili eski bo'lsa ham probegi kam bo'lgan Gentra avtomobili. 2015-yil ishlab chiqarilgan, salondan bir qo'l haydalgan 1 yevro avtomat korobka, bosib o'tgan masofasi probegi 56 ming kilometr. Mashina faqat benzinda yurgan, gaz umuman o'rnatilmagan, yurishlari vobshe zo'r. O'sha paytdagi sborkalar bilganlar biladi. Hozirgilarga nisbatan ancha sifatli chiqqan, yurishlari ham yumshoq, boshqacha. Xullas, umuman ishi yo'q mashina. Balonlar deyarli yangi, vsi sezonki balonlar taqilgan. Salon qismiga keladigan bo'lsak, idealniy salon, qirilib sirilib ketmagan, chexol poligi bor, rul ham urinib qolmagan. Podogrev сиденья заводской, magnitofon, o'sha paytdagi eskicha magnitofonli, video registrator o'rnatilgan, signalizatsiyasi bor, hidlanib ketmagan, yag'ri chiqmagan, akkuratniy salon. Aybiga keladigan bo'lsak, chap taraf parogida bir qarich pitnosi bor va oldi o'ng taraf passajir eshigi yuzak sepilgan. Qolgan joylar toza, ichiga o'tmagan. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 8 ming dollar. Telefon raqamlarini video opisaniyasida va video kommentariyasida qoldiramiz. Qiziqqanlar aloqaga chiqinglar, kelinglar, ko'ringlar, baraka qilib olib ketinglar. Mashina faqat naqd pulga sotiladi. Manzil Toshkent shahar.